Leksiyalarımızı başlaymayız, hürmetli vatandaş. Bugün Çiğsnağ 2021 yıl 6. ayının 27. günü. Mavzumunda 100 yıllık hatırlaş günü de Amerika Qo'shma Shtatlari sovg'a taqdim qildi. Qonun loyiha o'tirib qo'yib kishilik huquq xotirasini aybladi. Mavzuliq maqola 6. ayının 26. günü Jungo'ga nazorat torbeti e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Jungo'ga nazorat torbeti muxbiri Shavranning universal xabari. Jungo Kompartiya qurilganligining 100 yilligini xotirlashga tayyorlik qilayotgan paytlarda Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisida ikki partiya mansublari va Davlat Majlisi a'zolari. Partiya mansublari hamda Davlat Majlisi a'zolari 100 yildan beri Jungo Kompartiyasining kishilik huquqqa xiloflik qilish harakatlarini aybladi. Hamda Jungo Kompartiyasi mavjud bo'lmaydigan bir kunni umid qilishdi. Uningdan boshqa Avom palatasi Tashqi munosabatlar komiteti kelar hafta Jungo'ga qarshi qo'yilgan bir parcha qonun loyihasini muhokama qiladigan bo'ldi. Bu qonun loyihasini o'tirib qo'yishga yetakchilik qilgan Mike Collinger haftaning 5. kuni fikr bayon qilib bunday ko'rsatdi. Biz bugun Uyg'uristonda, Hong Kongda, Tibetda ko'rib turayotgan zo'ravonlik ishning yangi boshlangan taraqqiyoti emas. Boshlanish bilan o'z davlat fuqarolariga zo'ravonlik qilish Jungo Kompartiyasining dana sistemasiga o'rinlashgan. Jungo Kompartiyasining hozir qaysi tarafga qarab manganligini ko'rib elish uchun biz avval partiyaning o'tmishiga qarab chiqaylik. Biz Jungo Kompartiyasi bo'lmagan bir kunning yetib kelishini umid qilamiz deb ko'rsatdi. Partiya qurilganligini xotirlayotgan bir paytda biz partiyaning ziyonkashligiga uchraganlar bilan bir safda turishimiz kerak deb ko'rsatdi. Qaror loyihasi Jungo Kompartiyasining cho'ng 30 qitimliq kishilik huquqi xiloflik qilgan harakatlari qator tizildi. Jumladan 1940-yillarda 2 milliondan 3 milliongacha kishi Jungo Kompartiyasi tomonidan o'ldirildi. Bu ehtimol 1942-yili Yan'anda elib berilgan stil tuzish partiyaning stilini tuzish harakatiga munosabatli bo'lishi kerak. 3 millionga kishi tamamen o'ldirildi. Zo'r ko'lamda yer islohoti harakati qo'zg'aldi. 1949-yil sobiq Sovetlarning yordami ostida Jungo armiyasi Uyg'uristonni yutib oldi. 1949-yilda takrorlayman vatandosh, sobiq Sovetlarning yordami ostida Jungo armiyasi Uyg'uristonni yutib oldi. 1951-yilda Jungo harbiy taraf Tibetni yutib olib, 1959-yilda Dalay Lamaning qochib ketishiga majburladi. 1951-yildan 1952-yillarda kapitalistlarga va ag'durilgan Kuomintang partiyasiga sadoqat ko'rsatuvchilarga qartilgan siyosiy harakatlarda on minglagan odamlar o'ldirildi. O'zini o'ldirib oldi. Bu ishga qarshi harakat, boshqa qarshi harakat deb ataldi. Qaror loyihada mavzudan 1952-yildan 1960-yillarning beshida qo'zg'agan cho'ng sakrab ilgirlash harakati tilga olindi. Bu harakat tarixdan bir ko'rilib boqmagan eg'ir ofat paydo qildi deb ko'rsatildi. Qaror loyihada Jungo Kompartiyasi bostirish, tan jazosi berish, zo'r ko'lamda nazorat qilish va irq yo'qotish siyosatini yo'lga qo'ydi deb ko'rsatdi. Irq yo'qotish Yevropa yig'ini oxirlashgandan keyingi tunji qitim yana qayta tilga ilindi Davlat Majlisida vatandoshim.
Reuters xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Avam Palatasi Tashqi munosabatlar komiteti 6-oyning 30-kuni ko'limizor bir parcha qonun loyiha Amerikaning yer shariga rahbarlik qilish kuchi va uchrashuv qonun loyihasi. Bu qonun loyiha qisqartib Burkut harakati qonun loyihasi deb ataldi. Bu qonun loyiha oldimizdagi hafta, ya'ni 6-oyning 30-kuni muhokama qilindi. Kishilik huquq masalasi bo'yicha Jungoga bosim ishlatildi. Bu qonun loyiha Davlat Majlisining Jungo bilan qarshilashni davomlashtirish tirishchanligining bir qismidir. Jungoga qattiq qo'l muomala qilish Davlat Majlisidagi partiyaning o'rtaq tonishi bo'lib shakllandi. Avam Palatasi Tashqi munosabatlar komitetining raisi, Demokratlar partiyasining mansubi Gregory Mekes Burkut qonun loyihasini o'ttirg'a qo'ygan arbob edi.